Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh aka-ukalar, hurmatli ustozlar. Mana bugun bizning qo'limizga noyob tor, Ozarbayjon bakinskiy tor, kamida 40 yillik, 50 yillik zo'r tor keldi. Mana formasiga e'tibor bersangizlar, tor kichkina emas, gavdali, chiroyli, hech qanday defekt yo'q. Buni o'zlarimiz yaqin akamizning tori. Bundan 1 yil oldin ta'mirga keldi bu tor. Ko'pchilik san'atkorlar taniydi bu torni. Bugun mana sotuvga keldi mana shu tor. Hech qanaqa aybi yo'q. 100% zo'r tor. Figuralarning ishlanishiga e'tibor bersangizlar, mana haqiqiy bakinskiy torlarning galofkalarida bezaklari mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana kosasi tut daraxtidan, dastasi yong'oqdan. Mana ko'rinishlariga e'tibor bersangizlar, dastaning ishlanishi ham zo'r. Bunga ko'p ishlar qilingan, opleska boylanib, yana yangitdan pardalar boylanib, kompleksimlar qo'yildi. Shayton xaraylarini ham o'zlarimiz qo'yib berganmiz. Bu torga necha yil desa 100% garantiya. O'zlarimiz qo'limiz tekkan yaxshi tor. Mana endi ovozlarini eshitib baho berasizlar. Xudo xolasa shu torimiz sotuvda. Kimga shunaqa yaxshi torlar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu torni tavsiya qilamiz. Aloqaga chiqib narxlarni bemalol bilib olishlaringiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.